Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qanaqa qilib Telegramda o'sha kanallarga majburiy obuna qiladigan Telegram bot yaratishni o'rganamiz. Buning uchun biz birinchi bo'lib Chatplace'dan ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu haqida biz oldingi darslarimizda batafsil aytib o'tganmiz. Chatplace'dan ro'yxatdan o'tib bo'lganimizdan keyin bu yoqda mana avtomatlashtirishlar degan tugma turibdi. Shuni bosishimiz kerak bo'ladi. Biz bu yoqga o'zimizning Telegram botimizni qo'shishimiz kerak. Buning uchun biz bot fazerga o'tamiz. Bot fazerga o'tganimizdan keyin bu yoqga yozamiz. Mana biz bot fazerga o'tib oldik. Endi bu yoqda new bot degan komandani yuboramiz. Xo'p, new bot yuborganimizdan keyin bizga bot fazer nom qo'yishni so'raydi. Misol uchun biz nima majburiy deb nom qo'ysak. Xo'p, endi username tanlashimiz kerak. Username o'sha oxiri bot bilan tugashi kerak. Xo'p, bu username zayd ekan, shuning uchun endi boshqa username topishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana men botni yaratib oldim. Endi bu yoqda tokenimizni, mana shu tokenimizni olishimiz kerak bo'ladi. Buni kopировать qilib turib, Chatplace saytiga yana qaytamiz. Va bu yoqda akkauntlar bo'limida yangi akkauntni ulash degan tugma turibdi. Shuni bosamiz. Undan keyin Telegram akkauntni ulashni bosamiz. Xo'p, bu yoqda biz tokenni kiritishimiz kerak bo'ladi. Mana tokenni kiritdim. Endi ulashni bosdim. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, bot yaratildi. Endi buni biz avtomatlashtirishimiz kerak. Ya'ni o'sha majburiy obuna bo'ladigan funksiyasini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz chap tarafdagi yaratish tugmasini bosamiz. Yaratish tugmasini bosganimizdan keyin bu yoqda bizga tayyor shablon bo'yicha yoki noldan o'zimiz bajarishimiz mumkinligini ko'rsatyapti. Biz tayyor shablon bo'yichani bosamiz. Bosganimizdan keyin tugmasini bosib shablonlarga o'tib olamiz. Bu yoqda mana Telegram degan bo'lim bor. Telegramni bosganimizda mana bu yoqda Telegramda obunani tekshirish degan avtomatlashtirish shabloni turibdi. Shuni bosdim. Bosgandan keyin akkauntni tanladim. Hozir ulagan akkauntimiz, ya'ni Chatplace obuna botni tanladim. Undan keyin shablon qo'shishni bosdim. Xo'p, hozir zagruzka bo'lyapti. Zagruzka bo'lgandan keyin bizning shablonimiz ochiladi. Mana bizning shablonimiz ochildi. Endi biz bu yoqda nimalarni ko'rishimiz kerak? O'zi hamma narsa shablonda tayyor bo'ladi, lekin siz o'sha mohiyatini tushunib olishingiz uchun va keyinchalik uni bemalol edit qila olishingiz uchun men sizlarga hozir batafsil tushuntirib ketaman. Xo'p, birinchi xabarimiz bizda quyidagicha bo'ladi. Salom, sizda Directda o'z mikrovoronkangizni yaratish sxemasi bilan obunani tekshirib, lead magnet taqdim etadigan bot allaqachon ishga tushirilganini ko'ryapman. Yuqoridagi xabarlarni tekshiring degan xabar turibdi. Xo'p, bu yoqda bizda tegla turibdi. Tegda mana sxema havolasi orqali o'tdi, hisoblanadi yoki hisoblanmadi. Boshlanishda bizda teg bilan boshlanyapti. Agarda o'sha obuna bo'lmagan bo'lsa, bizning kanalimizga o'sha odam obuna bo'lmagan bo'lsa, botga start bossa, bizda mana bu yoqga dальше ketyapti. Mana bu shart. Ya'ni mana obuna belgilangan. Bu obuna belgilangandan keyin odam tekshiradi. Imенно shu shart joyida tekshiradi. Ya'ni obuna bo'lganmi yo'qmi? Agar obuna bo'lmagan bo'lsa, yana ham davom ettiradi. Lekin biz bu yoqda shart degan joyiga obunani ustiga bosamiz va bu yoqda biz Telegram kanalimizni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Kelinglar, endi sizlar bilan Telegram kanalini ochib olamiz. Xo'p, Telegram kanal ochish uchun o'zim umuman olganda meni kanallarim bor, lekin sizlarga yana ham yaxshiroq ko'rsatish uchun yangi Mana ko'rib turganingizdek, biz shablonga kirib oldik. Shablonda o'zi hamma narsa tayyor, lekin bitta joylarni o'zgartirib ketishimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari sizlar mohiyatini tushunib olishingiz uchun va keyinchalik bemalol o'zgartira olishingiz uchun men sizlarga qisqacha tushuntirib ketaman. Xo'p, bizda quyidagicha voronka ishlaydi. Ya'ni birinchi sharti maxsus tag bo'lishi kerak. Bu tagni keyinroq tushuntiraman. Agarda bu tag bo'lmasa, bizda shu obunani tekshiradi, dальше ketadi. Lekin tagi bo'lsa, ana bu yoqda quyidagicha xabar boradi. Xo'p, buning uchun endi biz nima qilishimiz kerak? Biz avvalo Telegramda kanal ochib olishimiz kerak bo'ladi. Telegram kanal ochishimiz uchun mana bu yoqda sozdать kanalni bosamiz. Sozdать kanalni bosganimizdan keyin unga qanaqadir nom beramiz. Misol uchun Chatplace
chat place dars deb nom berdim. Xo'p, dalini bosdim. Endi men publishni kanal qilishim kerak. Chat place dars. Va'da qilingan qanaqadir darsli bo'lishi mumkin yoki qanaqadir sovg'a bo'lishi mumkin. Shu obuna bo'lgandan keyin hozir ko'rganingizdek shotgacha ham keladi obuna tekshirilgandan keyin. Bu yoqda o'sha matn, qanaqadir motivatsion matn bo'lishi mumkin yoki-da o'sha tabriklayman, siz quyidagi videoni qo'lga kiritdingiz, obuna uchun rahmat deb matn yozib qo'yishingiz mumkin. Pastiga mana videoni ko'rish tugmasini bosgandan keyin bu yoqda biz Telegram kanalimizga yoki YouTube'imizga ssilka qo'yib ketishimiz mumkin. O'sha YouTube yoki Telegram kanalda biz darsimizni yoki sovg'amizni berishimiz mumkin. Xo'p, bu yoqda ham biz o'sha tugmalarni o'zgartirishimiz, har xil so'zlar yozishimiz mumkin, lekin bu hammasi siz uchun tayyor qilib o'rnatib qo'yilgan. Bundan keyin servisda ro'yxatdan o'tish uchun havola deb avtomatik xabar ketadi. Mana shu hozirdagi o'sha quyidagi tugmani bosing va servisni video sharhiga o'ting degan xabardan keyin pastida yana qo'shimcha xabar ketyapti. Buni siz olib tashlashingiz yoki-da o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Undan keyin mana shu xabar ketgandan 15 daqiqa o'tgandan keyin boyiga mana tugmani, videoni ko'rish tugmasini bosmaganlarni yana ham dajim qilish uchun pastda xabar ketadi. Mana bu yoqda oldin tekshiriladi. O'sha videoni ko'rdimmi, ko'rmadimmi, shu tekshiriladi-da. Keyin pastda 10 daqiqa o'tdi va men hali ham o'sha o'z mikrovoronkangizni yaratish sxemasini taqdim etish uchun yuqoridagi tugmani bosishingizni kutyapman degan xabar bor edi. Bu yana ham dajim qiladi-da. O'sha videoni ko'rish tugmasini bosmagan odam bu xabardan keyin bosadi. Yana ham eslatib o'tgandan keyin. Lekin agarda shu obunani tekshirgandan keyin ham agar odam obuna bo'lmagan bo'lsa, quyidagicha xabar bor edi. Salom, obunani tekshirish va lead magnetni taqdim etish bilan direktni avtomatlashtirish, sozlash bo'yicha dars olish xohlaysizmi? Unda chatbot Telegram kanaliga obuna bo'ling va quyidagi tugmani bosing. Xo'p, Telegram kanal degan tugmaga biz boyiga Telegram kanalimizni username o'zimizni obuna bo'ldim tugmasi bor. Ya'ni Telegram bosgandan keyin obuna bo'ldim tugmasini bosgandan keyin mana bu yoqda obuna bo'ldim tugmasini bosdi degan tek avtomatik ravishda qo'shiladi. Undan keyin tekshiriladi, rostdan ham obuna bo'lganmi yo'qmi. Biz mana bu joyga boyiga kanalimizni qo'shib ketamiz. Xo'p, obuna tekshirildi. Agar rostdan ham obuna bo'lgan bo'lsa, boyiga xabarga, ya'ni o'sha videoni o'sha ko'rish tugmasiga olib boradi. Undan oldin o'rtada tek qo'shib ketadi. Bu bizani botimiz tezroq ishlashiga zamin yaratib beradi. Agarda shunda ham obuna bo'lmasa, xo'p, pastida lekin men kanalga obuna bo'lganingizni ko'rmayapman, iltimos oldin obuna bo'lib oling degan tugma, o'sha xabar tagida shu tayyor tugmasi bilan boradi. Xo'p, boyagi joyga qaytsak, o'sha salom obunani tekshirish va lead magnetni taqdim etish bilan direktni avtomatlashtirish, sozlash bo'yicha dars olish xohlaysizmi degan xabarga qaytsak, bu yoqda o'sha obuna bo'lgandan keyin ham obuna Xo'p, endi bizga boyiga mana o'sha salom obunani tekshirish va lead magnetni avtomatlashtirish. Xo'p. Endi biz boyiga o'sha obunadan keyin o'sha obuna bo'lmaganlarga boradigan xabarga kelsak, bu yoqda Telegram kanaliga bosgandan keyin Telegram kanaliga o'tadi, obuna bo'ldim tugmasini bosadi. Undan keyin 10 daqiqa o'tgandan keyin bu yoqda yana o'sha shart turibdi, mana belgilangan tegla sxema tugmasiga bosdi. Xo'p. Bu yoqda yana отложенный xabarimiz boryapti. Ya'ni obuna bo'ling deyilyapti.
shundan keyin ham obuna bo'lmayapti, shu xabar shundoq qolib ketgan bo'lsa, bu yoqda biz yana ham eslatib o'tyapmiz 10 daqiqadan keyin. 10 daqiqa o'tdi, men sizni kutyapman deb yana ham dashim qo'yamiz. Bu bizga o'sha obunani tezlattirishga yoki qanaqa sotuv qilayotgan bo'lsangiz, sotuvimizni tezlatish. Bu bizga o'sha obunachilarimizni ko'paytirishga, ya'ni yana ham dashim qilishga yordam beradi. Undan keyin agarda obuna bo'ldim tugmasini bosgandan keyin xo'p, bu yoqda boyagi xabarimiz chiqdi, ya'ni siz obuna bo'lmadingiz degan xabar chiqdi. Unda ham xuddi shunaqa ishlab ketaveradi dalish. Ya'ni obuna bo'lmasa, obuna bo'ldi deb yana har xil xabarlar boradi. Obuna bo'lgan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri boyagi videoga boradi. Umuman olganda, har bir protsessni tek qo'shib ketilayotdi. Bu botni tezroq ishlashiga zamin yaratib beradi. Qiyin emas, oson, tayyor shablon bor. Shunchaki siz buni o'sha botingizni ulab ishga tushirishingiz oson, qiyin emas, tayyor shablonlar bor. Shu shablonlardan foydalanib, siz to'g'ri o'sha sxema bo'yicha yuritsangiz bo'ldi. Bu yoqda tekstlarini o'zgartirishingiz mumkin yoki-da bu yoqda mana rasmlarni o'zgartirishingiz mumkin. Buni o'chirib tashlashingiz mumkin. Masalan, bu rasmni o'chirib tashlab, kontent qo'shishni bosib, boshqa rasm yoki video qo'shib ketishingiz mumkin. Bu hammasi o'zingizning fantaziyangizga bog'liq. Undan tashqari siz teglarni olib tashlashingiz yoki-da o'zgartirishingiz mumkin. Olib tashlash deganda qanaqa? Bizga qo'ygan teglarni olib tashlab, o'zingizning tegingizni qo'shishingiz mumkin. Lekin teglar bilan to'g'ri ishlanglar. Qayerda to'g'ri teg turgan bo'lsa, o'sha yerga yana boshqa, masalan, xabar ostidagi o'sha tugmaga teg qo'shib keting. Xo'p. Bizani shu hozirgi avtomatizatsiyamiz shundan iborat. Endi bu yoqda biz ishga tushirish tugmasini bosib turib, bu yoqda endi har xil menyuni belgilab qo'ysak bo'ladi, ya'ni komandani belgilab qo'ysak bo'ladi. Lekin bizda start tugmasi turibdi. Bizga ishlaydigani ham o'zi shu kerak edi. Xo'p, endi bundan chiqdik. Endi biz Telegram botimizni kelaylik test qilib ko'ramiz. Test qilib ko'rganda bu yoqda hozir boyagi botimizni yozamiz. Chat place obuna bot. Mana bu yoqda nachatni bosdim. Nachatni bosganimdan keyin yo'q, to'xtaydi. Hozir men o'zim adashdim. Umuman olganda biz shuni avtomatlashtirishimizga 5 minutdan vaqt ketmaydi, ayniqsa tayyor shablon bilan. Endi kelaylik biz bu botni test qilib ko'ramiz. Xo'p, buning uchun biz Telegramga kiramiz va start tugmasini bosamiz. Start tugmasini bosdik va bizga shu xabar keldi. Endi men kanalga obuna bo'lganim uchun menga qanaqadir obuna bo'ling degan xabar kelmayapti. Lekin men bu kanaldan chiqib ketib qolsam shu kanaldan, endi startda bosaman. Mana startda bosdim. Endi o'sha obunani tekshirish va lead magnetlarni taqdim qilish bo'yicha o'sha direkt avtomatlashtirishni sozlash bo'yicha dars olish xohlaysizmi? Unda Chat Place Telegram kanaliga obuna bo'ling degan xabar turibdi. Mana men kanalga obuna bo'ldim. Endi obuna bo'ldim tugmasini bosaman. Tugmani bosganimdan keyin mana menga xabar keldi. Endi siz videoni ko'rishingiz mumkin degan xabar keldi. Buni xo'p, videoni ko'rish tugmasini bosganimizdan keyin biz YouTube ga yoki Telegram kanaliga o'sha o'zimizni avtomatizatsiyada belgilagan joyimizga o'tib turib, darslarni ko'rishligi mumkin bo'ladi. Undan tashqari bizning yana ham ko'proq darslarimiz bor. Ularni hammasini saytimizdan topishingiz mumkin bo'ladi. Hammasini ko'rib, o'zingizlarning Instagram sahifalarini, undan tashqari Telegram kanalinglarni, botinglarni avtomatlashtirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi.